Fabirlikka registratsiya bo'lsang nimalar bo'ladi? Fabirlik 1997-yilda Moskvada tashkil topgan. 40 dan ortiq davlatlarga qonuniy sertifikati bilan kirib borgan kompaniya hisoblanadi. Kompaniyamizni qanchadan qancha kiyim-kechaklar, parfumeriya, sog'ligimiz uchun badlar hamda uyimizga kerakli bo'lgan kremlar, sredstvalar ishlab chiqaradi. Halol sertifikatiga ega bo'lgan barqaror kompaniya hisoblanadi. Fabirlik Mening kosmetikam nomli tanlovda dunyo bo'yicha birinchi o'rinni olgan kosmetika hisoblanadi va Tojikistonga kirib kelganiga 16 yil bo'ldi. Tojikistonda juda ham ko'p uy bekalari Fabirlik sababli milliarderga aylanib, ular o'zlari uchun xarid qilib, boshqalarga ham xarid qilishni o'rgatib, jahon bo'ylab sayohatlarga borib, davlatimizga soliq tomonidan juda ko'p foydasi tegayotgan eng zo'r kompaniyalardan biri hisoblanadi. Fabirlik Moskvada tashkil topgan bo'lsa ham, Tojikistonga qonuniy kirib kelib, uning skladi Dushanbeda joylashgan. Siz registratsiya bo'lib, programma orqali buyurtma bersangiz, Dushanbedagi skladga buyurtma berasiz. Sizning buyurtmangizni qayerda bo'lsangiz o'sha joyga jo'natib, sizga telefon qilib yuklaringizni olishingiz kerakligi haqidagi qo'ng'iroqni amalga oshiradi. Siz yuklaringizni xohlasangiz kartadan, xohlasangiz qo'llariga topshirib, xohlasangiz bankomatdan to'lab, yuklaringizni zavod narxida olasiz. Va ushbu bilimlaringizni boshqa bekalarga ham o'rgatganingiz sari tepaga ko'tarilaverasiz. Fabirlikda adolatli marketing bor. Qanaqa deysizmi? Siz ustozingizdan o'tib keta olasiz. Sizdan shogirdingiz o'tib keta oladi. Piramida emas, halol kompaniya. Hamma baravariga oylik oladi. Hattoki eng tepadagi direktor ham, yangi novichok ham bir xil narxda xarid qila oladi. Fabirlikda bolajonlarimiz uchun kiyim-kechak, o'zlarimiz uchun sifatli kiyim-kechaklar va parfumeriyalar, sredstvalar, parashoklar, sog'ligimiz uchun bo'lgan vitaminlar hammasini xarid qilib, mazza qilib oyliklar olamiz. Eng zo'ri esa, azizlarim, Fabirlikda farzand ko'rsangiz, kompaniyadan 10 ming so'mgacha bola puli ola olasiz. Pensiyaga chiqqaningiz esa kompaniya sizni boqishni boshlaydi. Bunday imkoniyat faqatgina Fabirlikda bor. Agar siz kompaniyadan pul olayotganingizda albatta shahodatnoma ochib, qonuniy olayotgan bo'lsangiz, siz hech qayerda hech narsadan qo'rqmagan holda yurasizda, ko'ryapsizlarmi? Kompaniya Hindistongacha kirib borgan. Turkiya, Qozog'iston, Belorusiya, hamma joyda bor. O'zbekiston Fabirlikchilari, forumlar, katta jamoangiz bo'ladi, hamkasblaringiz bo'ladi. Shaxsan men Fabirlikka bepul registratsiya bo'lganman. O'zim uchun xarid qilib, boshqalarga ham o'zlari uchun xarid qilishni o'rgatganman va shu orqali Fabirlikdan ko'p oyliklar olishga muvaffaq bo'ldim. Sayohatlarga chiqdim. Ko'p hamkasblarim bor. Sizlar ham Fabirlikda o'z o'rningizni topishingiz mumkin. Fabirlikka diplom bo'lishingiz yoki sog'ligingizda mukammallik bo'lishi shart emas. Fabirlikda hattoki sog'ligida muammo bo'lgan, oyog'larida, qo'llarida nosog'lomlik bo'lgan, gapira olmaydigan hamkasblarimiz bor. Ular til zabonlari bo'lmasa ham telefonda yozishma orqali direktor bo'lib, o'zlarining pullarini olib yurgan eng zo'r direktorlarni taniyman. Faqat sotishdan iborat emas. Sota olmadim deb bu narsalarni o'ylashingiz mumkin ham emas. O'zingiz uchun xarid qilasiz, boshqalarga ham xarid qilishni o'rgatasiz. Tamom, bizning narsalarimiz, shampunlar, ferilar, ular ketadigan narsalar. Har bir insonga bu narsalar kerak. Eng muhimi, siz uydan chiqmagan holda, shaxsan o'zim 3 yildan beri ishlasam, faqatgina forumlarga borib kelaman xolos. Uyda, majlislar uyda, onlayn majlislar, onlayn darslar, hammasi bolalarimning bag'rida har 21 kunda oyliklarimni olib yurgan Fabirlikning eng baxtli a'zolaridan biriman. Sizni ham kompaniyamizga taklif qilaman. Mana millioner direktorlarim Fabirlik sizlarga nima berdi? Go'zallik berdi, daromad berdi, 100 million berdi. Shaxsiy xonadonimni berdi. cheksiz daromad berdi, sayohat, Cheksiz daromad berdi. mashina, shaxsiy avtomobil, million pullar, Katta cheklar. Moliyaviy erkinlikka bo'ldim. Cheksiz daromad berdi. kelajak berdi. Shaxsiy xonadon va o'ziga ishonch. Fabirlik menga bir-biridan chiroyli millionerlarni berdi.